Assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan Bixby. Yaxshimisizlar? Sizlarni birinchi videomda ko'rib turganimdan xursandman. Takshitu bitta like, bitta obuna bosib qo'yinglar. Albatta obuna bo'lganlaringga afsus qilmaysizlar. Demak, videomizga o'tadigan bo'lsak, O'zbekistondagi ikkita topoviy akkauntni ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsanglar boshladik. Demak, qulay joylashib. A few moments later. Demak, qulay joylashib olgan bo'lsalar, birinchi akkauntimizni obzorga o'tamiz. Birinchi obzorimizning egasi Ali akani akkaunti bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, akkaunt shu topoviy akkaunt Yevropada 39-da turar ekan, 406 ranka bo'yicha. Demak, akkauntimizni kolleksiya leveli 98 tashkil etadi. Ochkolar soni esa 71993. 102 dona ultimate, 1206 ta mifik, 3559 ta legendarka va 1883 dona epiklari bor ekan. Exitlar 2 ta, guild ultimate'lari 64 dona, prokachkalari 1096 ta, superkarlar esa 63 dona ekan. Demak, g'aznaga kiradigan bo'lsak, sansab sari ultimate'lar kutib oladi. Ko'rib turibsizlar, exitlar hammasi почти full qilingan. Orasida 1-2 donalar qolib ketmagan bo'lsa, mana bu mifiklarni ko'ryapsizlar, Godzillalar full olingan kelganda. Mana bu qanaqa kiyim? Mana bu kiyimlar ham olingan. Pastga tushadigan bo'lsak, ko'ryapsizlar, akkauntda bular qiziq emas. Mana bu yerda old mifiklar bor. Mana buni ham bilgan biladi, Infinisher. Mana buni ham bilgan biladi. Chotki mifiklardan biri mana bu shunday. Tak. Mana bu menda bor. Tak. Pastga tushadigan bo'lsak, pastki setlardan boshqa setlari bo'lmasa kerak. Kaskalarga o'tadigan bo'lsak, bu yerda Inferno bor. Mana bunaqangi kaska ham bor ekan. Xitoyda 2-o'rinda turadigan kaska. Tak, endi bosh kiyimlarga o'tadigan bo'lsak, ultimate'lar bor va bu yerda mana bu soch bor ekan. Ko'pchilik sevib o'ynaydigan. Mana bunisi ham bor ekan, sarig'i ham. Pastga tushadigan bo'lsak, ko'z o'ynaklarga 3 ta ultimate, 3 ta niqob ultimate bor ekan va tepa setlardan mana bu set bor. Buni ham bilgan biladi, qaytarishdi. Lekin buni tushirish olish oson emas, sud tekin emas. Va sariq shokolad beb kutib oladi bizlarni, ko'ryapsizlar. Vobshe shokolad bo'lib turibdi. Vobshe yaxshi ko'raman-da shu bebni. Mana bu ham bor ekan, mana bu ham normalniy set. Turishini qaranglar. Chotki turadi-da. Mana bu mumiyo bor ekan. Ducatini kiyimlar bor ekan. Mana bu ham bor ekan. Bu ham zo'r turadi-da, qaranglar. Pastga tushadigan bo'lsa, yana dalshi. Tak, endi sumkalarga o'tadigan bo'lsak, sumkalardan ultimate'larning, mifik sumkalarning hammasi bor. 2 ta ultimate ham bor ekan sumkalarda. Mana bu sumka ham vobshe takko'y turadi, qaranglar turishini. Vobshe shokolad bo'lib turadi. Va mana ko'ryapsizlar, mana bu ham bor ekan shutiki. Va pastki setlarga o'tadigan bo'lsak, bepni shortiga bor ekan, ko'ryapsizlar, vobshe chotki turibdi, prям sapsara bu. Vobshe shokolad ananas tepasi bor.
Yana missiya bormi? Menimcha missiya yo'q bu akkauntda. Yo'q ekan. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, kommentga yozib olinglar. Beepni pastki oyoq kiyimi bor ekan. Menimcha Beep full bo'lish kerak bu akkauntda, chunki asosiy joyiga qo'yib qo'yganlar. Tak, 4 ta mototsikli bor ekan. Bular qizil emas, bular ham qizil emas. Endi ko'raman deganlarga mana ko'rsatyapman. Sedanlar. Bular. Tak, Bigfootga 4 ta superkarlar bor ekan. Tak, bittasi transformerlarning 2 ta Bigfootga skini bor ekan. Samolyot, tank, hattoki Willy ham skini bor ekan, otga ham bor ekan. Va mana bunga ham bor ekan. Olish Tesla bor. Bu yoqda mana chiqib ketyapti-da. Maggiga o'tadigan bo'lsa, ikkita McLaren chaykachalar bor. Mana bular. O'zga o'tadigan bo'lsa, 10 ta mifigi bor ekan, 4 ta legendarka bor ekan. 34 ta. Qayiqqa o'tadigan bo'lsa, mana bular oddiy. Tak, endi arjularga o'tamiz. Arjular o'sha qizil emas, hamma nima prokatga bo'lsa, почти hammasi full qilingan. Orasida bu akkauntda bir 15 taga yetmaydi, lekin 15 ta plus minus arjular full qilinmagan. Ba'zi arjular umuman yo'q. Chunki o'zingizlar ko'rdinglar. Keyingi akkauntimizda nechta prokatga borligini ko'rasizlar. Mana arjular va keyingisiga o'tamiz. Karyak, Avem, Amir, Vladimir-da mana bularga prokatchalar bor, hammasi full qilingan. Mana bu yerda mambo full qilinmagan. Mambo rasmiga o'zida mambo mumiyoniki full qilinmagan ekan. Yupi hammasi full, Victor full, Thompson full, Bizon ham full ekan, hattoki 90 ham full ekan. Tepani hamma narsa full, просто full qilingan tamom. M249 3 tasi full qilingan, bundan full. Pistoletlarga o'tadigan bo'lsak, burasida pistoletlarga ham ancha ko'p skin bor. So'q qurollardan 159 dona tova bor ekan. 5 ta pichoq, 80 ta qilich bor ekan. Mana bu akkauntda ko'rib o'tdinglar. Yana bitta narsani eslab qolinglar. Kolleksiyasi 71993. Mifiklari 1206 dona ekan. Ultimatlari 102 ta. Prokatchalari 1196 ta. Katta sonda aytaverib adashib qolyapman. Va O'zbekistondagi birinchi o'rinda turadigan akkauntga o'tadigan bo'lsak, Turnoy akkaunti bo'ladi. Bular ham yangi content maker boshladilar. Tak, akkaunt ko'rib turibsan, вообще chutki bo'lib turibdi. Menda просто skinlar ochilmagan. Tak, mifiklari 1196 da ekan. Mifiklari Aliyakani akkauntidan kam ekanlar. Tak, 12 donami kam ekan. 73 ming, lekin kolleksiya ochkosi baland 73.847 bo'lib turibdi. 104 ta ultimate bor ekan. Aliyakada 102 dona edi. Tak, kuchaytiradigan arjulari 207 ta ekan. Aliyakada 96 ta edi. Tak, shunda 11 ta arja yo'q ekan. Aliyakada kam ekan demoqchiman. G'aznaga o'tadigan bo'lsak, sap-sariq
ultimatelar bizani yana kutib oladi. Ko'ryapsizlar, yo'q, mifikni o'zi yo'q bo'lishi kerak. Bu akkauntda почти hammasi bor. Keyin yana bir narsani eshitganman. Bu akkauntda 4 tami 5 tami arja full bo'lmagan, bo'ldi, tamom. Tushunyapsizlarmi? Hamma arja full qilingan prosta. Men buni ham bilgan biladi. Turishini qaranglar, chotki yo'q. Bu sarig'i bormikin, sariq? Tak, sarig'i ham bor ekan, mana yuklanmaganmanda. Tak, ochkilar 3 ta mifik, ultimate. Tak, bu Alikada adashmasam 3 dona edi, bu yerda 4 dona ekan. Mana bunaqangi jaket bor ekan, chotki turibdi, qaranglar. Bebdan yo'q, beb yo'q ekan bu akkauntda. Ducatilar bor, quyon set, ananas set, hammasi bor. Tak, brigadka ham bor ekan, mana bu ham bor ekan, hattoki ham chotki turadi. Kapitan set, shu zo'r turibdi. Tak, bu boshqa narsa yo'q. Tak, sumkalari 2 ta ultimatelarning barcha ryuzaklari bor bu yerda. Bu yerda pastki setlardan yo'q, ananas set pasti bor ekan. Все. Bu yerda bitta dona ultimate oyoq kiyim, bu yerda ryuzakni asl chog'lari bor. Transportlarga o'tadigan bo'lsak, 4 dona multika skini bor ekan. Mifik hammasi bular zo'mas menimcha. Sedanga o'tadigan bo'lsak, 12 ta mifiklar bor ekan. Menimcha hamma superkalar olingan. Bu yerda Miradoga skinlar hammasi olingan. Bu yerda 40 dona superkaga skinlari bor ekanlar. Tak, boshqaga o'tadigan bo'lsak, bular Bigfootga hammasi olingan. Menimcha Alikada ham 2 dona ko'rdim. Mana bunaqangi Transformer Bigfootda bittaga kam ekan. Tank, bular otga ham skini bor. Bularga ham skini bor ekan. Men bularga 2 dona Tesla, Alikada 1 dona edi. Bangiga o'tadigan bo'lsak, tak, Alikada 2 dona McLaren bor edi, bunda 1 dona ekan. Tak, baggi vazga o'tadigan bo'lsak, 14 ta mifik, 32 ta legendarka bor ekan. Bu qizil emas. Qayqqa ham hatto skinlar bor ekan, 10 ta legendarkalar bor ekan. Bu yerda 2 ta legendarka qayiqchalar bor ekan. Arjalarga o'tadigan bo'lsak, mana bu full qilingan. Ko'ryapsizlar, chotkida bu. Turishini qaranglar. Bu akkauntda obzorni prosta mazax tomosha qilish kerak bo'ldi. Bunda hamma arja bor. Prosta 4 ta 5 tasi full qilinmagan. Bo'ldi, men sizlarga hozir bittasini topib beraman. Full qilinmagan. So'qqirovga o'tib, men bu yerdan bitta prokatkalar bor edi. Men bu ko'tarilmagan. Ko'ryapsizlar? Bu 5 bo'lish kerak, lekin ko'tarilmagan. Bu yerda to'la. Ko'ryapsizlar, tovaga 148 dona skini bor ekan, 72 ta. Alikada 82 ta edi, adashmasam. Demak, ko'rdinglar akkauntlarni chotkiligini. O'zbekistondagi eng zo'r akkaunt hozircha Turnoy akada hisoblanadi. Demak, sizlar bilan shu vaqt orasida Bixby bo'ldi. Kanalga albatta bitta like, bitta obuna bosib ketinglar. Birinchi videoyim 1-2 ga chiqmasligi aniq, lekin men to'xtamayman, dalshi davom ettiraman. Davay, все, charchamaylar.